Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Tatlıqzaddan Amina. Bugun sizlarga kelgan dars kim bo'lsa, hozirgi eng yangilik bo'lgan, veshi yeyishib bo'lgan shintayron menbo va Uyg'urchada qalbi yumshoq bulka desak bo'ladi, bo'lmasa Xanzurchada shintayron menbo deymiz. Bu bulkani yasash usul veshi oson, unda bo'lsa mashg'ulot boshlab ketamdiq. Oldi bilan ketalik materiallar: gavfin 250 gram, shakar 100 gram, yuqori qandli ximiyat turish gavtan javomu 215 gram, gaylangji 215 gram, tuz 6 gram, neyfin 15 gram, tuxum 1,5 tal, su 75 gram, seriq may 60 gram, lavmiyan ximiy turush 400 gram. Ximiy turishni boshlab ketsak, oldi bilan gavfini to'kib oldik. Undan keyin şekerini töküp aldık. Gavfin alaldıklarını töküp aldığımız bir yerde. Ondan keyin ximiy turishini töktük, gaylangini töktük, endi neyfini töktük. Bunlar bir qur aylanıp aralashtirilib olgandan keyin endi su qismini tökümiz, ya'ni suyuqli qismini. Tuxumni töküp aldık. Tuxum bir tarafda aralashadi, ondan keyin su qismini töküp aldık. Su qismini tökülüp, yana tek aralashib olgandan keyin biz lavmiyansini tökümiz. Lavmiyansini selib ximir oldiga keltirib olamiz. Unlarni yeb resmiy ximir oldiga kelib, asal paqira qalat kelgandan keyin biz endi tuzni sevib aldık. Tuzni yeyishtirib olamiz. Seriq mayni egizimiz, seriq mayni saldik. Ximir alat jug'urilib bo'lgandan keyin paqira qalat keladi ximir yana. Unda bo'lsa bu paqira qalat kelib pardasi bo'lgan vaqtda bu ximir jug'urilib bo'lgan bo'ladi. Mana ximirimiz tayyor bo'ldi. Endi bu ximirni biz 80 gramdan bo'lib olamiz. 80 gramdan bo'lib olib, bu ximir veshi yumshoq chiqadi. Shuni bilan biz buni ozroq qottirib olamiz. So'ng selib 10-15 minut qotirib olgandan keyin shakl keltirsak, texim o'zimiz ko'nglimizga shakl keltira olamiz. Mana shakl keltirishni boshlab ketdik. Endi biz 80 gramlik ximirni yo'g'ib olamiz, ya'ni ozroq yeyib nebizilib olgandan keyin yo'g'ib olamiz. Yo'g'ib belgilik uzunlikda qilib lissiq tizib olamiz. Lissiq tizib bo'lgandan keyin endi belgilik holatda bo'ldirib olamiz fashang silib. Özüdən bir yeri məsələ bu bo'lgandan keyin endi buni bevositalam kavshang silib pishirsak bo'ldi. Kavshangning gradusi 190-170 12 minut qildik. Qolgan sizlarning kavshanglarninki o'tining yuqori tuvalga qarata o'zinglar tangsanglar bo'ldi. Pishib oldi, pishib ketib bo'ldi. Endi biz buningga eng javharli kerak keldik. Sizlar buningga har xil qaymoqlarni ishlasanglar bo'ldi. Men yana ham jishi qaymoq ishlatdim, chunki bu jishi qaymoqda 5 yeyish bo'ldi. Xaridorlarimiz 5 amroq ketdi. Shunga sizlar boshqa qaymoqlarni har xil tamli qaymoqlarni qilsanglar bo'ldi. Bir qavat bu shintayron menboning o'tir qismidan bo'lib yerib olgandan keyin ichki qismiga qaymoq berib olamiz. Ravur holatda qaymoq berib olib, yuzini yopgandan keyin endi sirtqi qismlarga, ya'ni shu qaymoqda umum yuzlik bir qatam mo'lab chiqamiz. Mo'lab chiqqandan keyin buni biz bolkaninki o'zimiz silib olgan chifon dangalning bolkasini uvab ushaqda olgandan keyin biz mushuni sirtqi bezak qilsak nayt peyz bo'ldi. Bu shintayron menboning sirtini mushta qaymoqning sirtiga neyfin orqali bezak qilsak bo'ldi. Neyfinda bezak qilsak buni neylavbang deb atadi. Unda qilsak bo'ldi, lekin ba'zilar neyfini yaxshi ko'rdi, ba'zilar tatliqga u bu deb bizning chifon dangalni yaxshi ko'rish mumkin. Shunga biz chifon dangalda shakl keltirdik. Demak, sirtini bir qurs chifon dangalning vaqtida bezib oldik. Mana bizning shintayron menborimiz bitib ketdi. Buni biz qachilab bergan vaqtimizda mushta kesimiz. Qarab baxinglar, shavg'us veshi peyzi tam ajoyib. Tetib baxsanglar bo'ldi, hamma yarimiz pikaliq. Shintayron menborimizni